Assalomu alaykum hurmatli akalar. Mana bu gazonimiz 31-si nasib etsa inshaalloh olib sepib ekib beramiz. Mana gazon urug'larimiz mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana sepib ekib berishimiz bu. 110 kvadrat mana shu yer. 110 kvadrat. Xohlasangizlar mana shuni qilib landshaflik qilib, dizayn qilib ekib beramiz. Mana akamiz ham suratli dehqon bahorman. Baqira deb qo'ying dehqon bo. Qanday? Nechinchi ishlaringiz bu? 31-chi urishimiz mana ishdi. Yaxshimi? Qanday? Landshaflar ham ponni bilan kelaganda bo'lmasa. Hammasi qo'ldan keladi, bemalol. Mana shunday qilib, parkovkalar qilib, ugolovой divan pivorlar qo'ysalar bo'ladi. Xohlasalar. Mana bu yerdan kelish, kirib atrofiga xohlagan usullaringga dizayn landshaf qilib beramiz mana. Bemalol ko'raverasizlar. Dehqon suv sepyaptilar mana. Landshafimiz. İçiga yuk kammi endi. Kliyentni nimalariga qarab, ko'ngillariga qarab qilib beramiz. Oddiyroq, qulayroq. Lola daraxti, ispiralarchamiz bu. Ispiralarchalarimiz mana. Mana bular. Ishlarni ko'tarma baxil. Mana vaqtdan ikkinchi shogirdimiz tushib kelyapti.